keldi. U Allohning buyruqlarini insonlarga yetkaz dedi. Ya Rasululloh, Robbingiz sizga qanday buyruq berdi? Robbim menga uning risolatini yetkazishni, odamlarni haq yo'lga chaqirishni buyurdi. Menga kim ham ishonardi? Shu bilan xonani jimlik bosdi. Xadijaning yuragi payg'ambarimizniki bilan bir xil urardi. Ko'zlari yoshga to'ldi. Ko'p yillar avval u hamma ortidan quvgan boylikni tanlamagan edi. O'rniga Rasulullohning ishonchli qalblarini tanladi. Payg'ambarimizning birinchi kechada aytgan gaplari quloqlarida jaranglardi. Meni o'rab qo'ying, o'rab qo'ying. Shularning hammasi qalbida jamlanib, mana shu javobga sabab bo'ldi. Boshqa odamlardan avval, ya Rasululloh, menga Allohning dinini o'rgating, chunki men sizga ishonaman. Shu bilan iymon kalimasining ovozi ilk bor Xadija onamizdan eshitildi. Bu oddiy ayolning ovozi emasdi, balki butun ummatning boshlanish ovozi edi. Payg'ambar Parvardigoridan olgan ishonchini eng ko'p ishongan insoni bilan baham ko'rdi. Iymonning ilk ovozi Xadija onamizdan eshitildi. Xadija onamiz barcha iymonlilarning boshlanishi, ummatning ilk boshi bo'ldilar. Ana shu kuni birgina uyda keltirilgan iymon kalimasi milliardlarning iymoniga aylandi. Biz ilgari hech qachon amalga oshirilmagan loyihani boshlayapmiz. Sun'iy intellekt va ishonchli manbalardan olingan 100 dan ortiq ma'lumotnomalardan foydalangan holda bolalar uchun ajoyib siyrat videolarini chiqarmoqchimiz. Ma'lumki, bugungi kunda afsuski bu begunoh bolalar soxta Gollivuddan o'rnak olmoqda. Biz farzandlarimizning eng buyuk namunadan ilhomlanib, Rasulullohning yo'lidan borishlarini istaymiz. Asosan turk va ingliz tillarida bo'lgan ushbu videolar inshaalloh butun dunyo bo'ylab millionlab bolalarning qalbiga ta'sir qiladi. Biroq ushbu loyiha bilan bog'liq sun'iy intellekt, dublyaj va montaj xarajatlari juda ham yuqori. Afsuski, biz bu moliyaviy yukni o'zimiz ko'tara olmaymiz. Biz ushbu loyiha butun ummat uchun foydali bo'lishini istaymiz. Agar siz ushbu xayrli ishni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz yoki ma'lum bir qismiga homiylik qilmoqchi bo'lsangiz, biz bilan WhatsApp orqali bog'lanishingiz mumkin. Bu uy islomning ilk boshpanasi bo'ldi. Keyin bir kuni Jabroil yana kelib, suv keltiring, men sizga tahorat olishni va Robbingizga ibodat qilishni o'rgataman. Shunda siz Allohga qanday ibodat qilishni bilib olasiz dedi. Payg'ambar suv keltirdilar. Jabroil unga qo'llarini, yuzini va oyoqlarini yuvishni ko'rsatdi. O'sha kuni tahoratning har bir bosqichi birinchi